eshitaman. Alo, assalomu alaykum Munojotxon opa. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz Ha, yaxshimi? rahmat. Avvalambor opajonim, bugungi bayramlar hamda shodiyona kunlar muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat kattakon. Opajonim, biz sizga yaqinlarimga tabriklar loyihasidan bezovta qilayotgandik. Va shu loyiha orqali siz bilan g'oyibona suhbatlashib turgan inson, loyiha boshlovchisi Sevinchxon bo'laman. Albatta, nima deb o'ylaysiz? Tabriknomalarni, tilaklarni kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Endi farzandlarim, hamkasblar, jigarlar Albatta, bo'lishi mumkin. juda ham to'g'ri topdingiz. Sizni mehribon yaqinlaringiz nomidan. Umr yo'ldoshingiz, turmush o'rtog'ingiz hamda farzandlaringiz Javohirbek, Otabek akalar nomidan, qizlaringiz Habibaxon opa, Ziroatxon opalar nomidan, nabiralaringiz Annur hamda Abduxoliqjonlar nomidan, eng asosiy o'rinda mehriboningiz, ya'ni keliningiz Ziroatxon opamiz shunday samimiy tilaklarni siz tomon yo'llab qolishibdi. Rahmat. Umrlaringiz Albatta, inshaalloh aytganingiz kelsin deymiz. Agar ijozat bersangiz, aytmoqchi bo'lgan ikki og'iz samimiy tilaklarni hamda dil izhorlarini o'qib eshittirsam. bemalol. Tashakkur, rahmat kattakon. Assalomu alaykum. O'zimning mehribonim, chiroyligim, gul yuzligim, mehribonim oyijonim. Bugun sizning muborak tavallud kuningiz bilan biz chin qalbimizdan tabriklaymiz. Boringizga shukr. Hayotimizga mehr, oqibatli hamda mehribon inson tug'ilgan kun bugun. Sizning har bir duoyingiz, samimiy so'zlaringiz va mehringiz biz uchun bebaho ne'mat. Siz oilamiz suyanchi, mehr muhabbatli eng go'zal fazilatlarni o'zida jamlagan jannatimsiz, onajonimsiz. Hayot yo'limizda bizga yo'l ko'rsatib, oqilona maslahatlaringiz bilan to'g'ri yo'lga boshlaysiz har doim. Siz tufayli uyimiz tinch, totuv hamda fayzli. Har doim baxtimizga dadajonim bilan birgalikda yonimizda bo'ling. Ilohim, 100 yoshlarga kirib yuring. Yuzingizdan kulgu, tabassum arimasin. Yana bir bor turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz baxtiga, bizni baxtimizga sog'-omon bo'ling deymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, tanu joningiz sog' bo'lsin. O'zingiz o'ylagan hamma niyatlar amalga oshaversin. Barchasi uchun sizga rahmat. Sizni